Assalomu alaykum, hurmatli harakat ishtirokchilari, haydovchilar. Juda ham ko'p kuzatuvchilardan, ya'ni haydovchilardan kelayotgan savolga bitta qilib javob bermoqchiman. Iltimos, shuni o'zingizning yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Ya'ni menga 6 oydan keyin, ya'ni 8 oy, 9 oy oldingi jarimalarim kelyapti, tushgan ekanman. Buni to'lashim kerakmi degan mazmunda. Albatta to'lashingiz kerak. 365 kundan o'tgan jarima solish to'g'risidagi qaror agar mabodo borib qolsa, uni to'lamasligingiz mumkin. Sababi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 1 yil ichida ma'muriy huquqbuzarliklar uchun qaror qabul qilinishi belgilangan. Shu sababli bu siz sodir etgan jarimalar va sizga o'xshagan huquqbuzarlar juda ham ko'pligi uchun jarima solish to'g'risidagi qarorlarni tasdiqlashga bir muncha muammolar, vaqt talab etib qoladi. Demak, siz 365 kun ichida sodir etilgan jarima solish to'g'risidagi qarorlarni ijrosini ta'minlashingiz kerak. Sizga imtiyoz tariqasida hammangizga borgan qarorlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, 15 kunlik chegirma muddati bor. Yana bir to'ldiruvchi ma'lumot, 48 soat ichida kelish kerak edi degan fikrlar bo'lsa, bu yo'q. 48 soat ichida tadbirkorlar tomonidan o'rnatilgan kameralar orqali aniqlangan qoidabuzarliklar haqidagi xabar bizga jo'natilishi kerak, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga. Biz uni 48 soatdan kechikib jo'natsa qabul qilmaymiz. Demak, sizga ham yubormaymiz. Hozircha yuborilgan jarima solish to'g'risidagi qarorlarni to'lashga, o'sha jarimangiz uchun qarorlarni ijrosini bajarishga majbursiz. Rahmat, salomat bo'ling.